Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda muhim. Pensiya islohoti boshlandi. Minimal pensiya 6000 so'm degan gaplar tarqalmoqda va ko'pchilikda bitta savol bor. Endi mening pensiyam kamayadimi, oshadimi? Kimga ta'sir qiladi? Kim hujjat tayyorlashi kerak? Men bugun shu masalani oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, hali ishlayotganlarga, yakka tartibdagi tadbirkorlarga, chet elda ishlaganlarga, mehnat daftarchasida uzilish bo'lganlarga ham tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato kelajakdagi pensiyangizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men pensiya, nafaqa, ish staji va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda qilib yetkazib boraman. Avvalo asosiy muammoni ochiq aytaman. Odamlar pensiya tizimini ko'pincha faqat yoshim yetdi, davlat pensiya beradi deb tushunadi. Lekin amalda pensiya miqdori bir nechta omilga bog'liq. Ish staji, rasmiy ish haqi, ijtimoiy soliq to'langan davrlar, hujjatlarning to'g'ri saqlangani, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, elektron bazaga kiritilgan ma'lumotlar va ayrim imtiyozli davrlar. Islohot deganda ham aynan mana shu tizimni tartibga solish, hisob kitobni shaffoflashtirish, ayrim minimal kafolatlarni belgilash, ayrim hollarda esa eski tartibdagi bo'shliqlarni yopish nazarda tutiladi. Minimal pensiya 6000 so'm degan ibora bo'yicha men alohida to'xtalib o'taman. Bunday raqamni eshitgan odam darrov xavotirga tushadi. Nahotki eng kam pensiya 6000 so'm bo'lsa, bu nima degani, bunaqa pulga yashab bo'ladimi? Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Ko'p hollarda internetda bitta raqam kontekstdan uzib olinadi. Bu oyma-oy to'lanadigan to'liq pensiya emas, balki hisob kitobdagi minimal qo'shimcha indeksatsiya elementi stajning bir qismi uchun baholash. Hujjatdagi texnik ko'rsatkich yoki noto'g'ri talqin qilingan xabar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiyaga oid xabarni eshitganingizda birinchi savol, bu qaysi hujjatda yozilgan, qaysi toifaga tegishli, qachondan kuchga kiradi bo'lish kerak. Oldin qanday edi? Avval pensiya tayinlashda asosiy e'tibor mehnat daftarchasi va ish haqi ma'lumotnomalariga qaratilardi. Odam o'tib yil ishlab, lekin hujjatlari yo'qolgan bo'lsa ko'p qiynalardi. Masalan, zavod yopilgan, arxiv yonib ketgan, korxona nomi o'zgargan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma topilmagan. Bunday vaziyatda odam haqiqatda ishlagan bo'lsa ham buni isbotlashga majbur bo'lardi. Natijada ayrimlar pensiyani kamroq olardi. Ayrimlar esa stajini tiklash uchun sudgacha borardi. Endi nima o'zgaryapti? Islohotning asosiy ma'nosi shuki, tizim ko'proq elektron ma'lumotlarga tayanadi. Ya'ni sizning rasmiy ish joyingiz, to'langan ijtimoiy soliq, daromadlaringiz, mehnat shartnomangiz, ayrim davrlar bo'yicha elektron yozuvlar muhim bo'lib boradi. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflik beradi. Kelajakda odam men ishlaganman, lekin hujjatim yo'q deb qiynalmasligi kerak. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar bugun siz norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, maoshni konvertda olayotgan bo'lsangiz, tadbirkor sifatida to'lovlarni o'z vaqtida qilmayotgan bo'lsangiz, kelajakda pensiya hisobida bu davr bo'sh ko'rinishi mumkin. Endi kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda norasmiy ishlayotganlar. Masalan, Anvar aka 12 yildan beri qurilishda ishlaydi. Oyga 5 million so'm topadi. Lekin mehnat shartnomasi yo'q, soliq to'lanmaydi. Ish beruvchi kelishib ishlaymiz deydi. Bugun Anvar aka pul topayotgandek ko'rinadi. Lekin pensiya tizimi nuqtai nazaridan u 12 yil davomida rasmiy staj yig'mayotgan bo'lishi mumkin. Ertaga pensiya yoshiga yetganda men ishlaganman deyish yetarli bo'lmaydi. Unga rasmiy hujjat kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa maoshining bir qismi rasmiy, bir qismi norasmiy beriladiganlar. Masalan, Dilnoza opa tikuv seksida ishlaydi. Rasmiy maoshi 1 million so'm deb ko'rsatiladi. Qo'liga esa 3,5 million so'm oladi. Pensiya hisobida ko'pincha rasmiy ko'rsatilgan daromad muhim bo'ladi. Bu nimaga olib keladi? Hozir Dilnoza opa mayli, qo'limga pul tushyapti deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisobida uning haqiqiy mehnati past baholanishi mumkin. Shuning uchun rasmiy maosh qancha yuqori va qonuniy bo'lsa, kelajakdagi pensiya huquqi shuncha ishonchli bo'ladi. Uchinchi toifa chet elda ishlaganlar. Masalan, Baxtiyor aka-tekajil Rossiyada 3 yil Qozog'istonda ishlagan. U yerda rasmiy ishlaganmi yoki yo'qmi? Ijtimoiy to'lovlar bo'lganmi? Mehnat shartnomasi bormi? Mamlakatlar o'rtasida pensiya bo'yicha kelishuv bormi? Mana shu savollar muhim. Agar u faqat og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsa, bu yillarni pensiya stajiga kiritish qiyinlashadi. Agar rasmiy shartnoma to'lovlar
ish beruvchidan ma'lumotnoma bo'lsa, imkoniyat boshqacha bo'ladi. Shuning uchun chet elda ishlayotgan vatandoshlarimiz hozirdanoq hujjatni yig'ishi kerak. 4-toifa ayollar. Ayniqsa farzand parvarishi sababli ishida uzilish bo'lganlar. Bu yerda ham nozik jihatlar bor. Ayrim davrlar qonun bo'yicha stajga kiritilishi mumkin, ayrimlari esa faqat ma'lum shartlarda hisoblanadi. Masalan, ayol 5 yil ishladi. Keyin 2 nafar farzandni parvarish qildi. Keyin yana ishga qaytdi. Pensiya tayinlashda uning butun hayot yo'li bitta-bitta ko'rib chiqiladi. Tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, buyruqlar, ta'til haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ko'p ayollar men uyda bola boqqanman, bu ham hisoblanadimi deb so'raydi. Javob vaziyatga bog'liq, lekin hujjatsiz hech narsa avtomatik hal bo'lib ketmaydi. 5-toifa. Yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, dehqon xo'jaligi a'zolari. Bu insonlar men o'zim ishlayman, davlatga qaram emasman deyishi mumkin. Lekin pensiya huquqi uchun belgilangan to'lovlar ro'yxatdan o'tish. Soliq organlaridagi ma'lumotlar juda muhim. Masalan, Sardor aka 15 yil bozor rastasida savdo qildi, lekin faqat dartali rasmiy yaxt bo'lib ishladi. Pensiya hisobida 15 yil emas, hujjat bilan tasdiqlangan davrlar ko'rilishi mumkin. Bu juda katta farq. Endi kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar siz davlat tashkilotida yoki rasmiy korxonada ishlagan bo'lsangiz, ish haq qonuni berilgan bo'lsa, ijtimoiy to'lovlar qilingan bo'lsa, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, elektron bazada ma'lumotlaringiz ko'rinayotgan bo'lsa, sizda xavf nisbatan kam. Lekin kam degani umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men ko'rgan ko'p holatlarda odam 5 yil rasmiy ishlagan, lekin bitta korxona nomi noto'g'ri yozilgan, bitta buyruq raqami tushib qolgan, bitta davr bazada ko'rinmagan. Shu kichik xatolar ham pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Endi asosiy savol. 6000 so'm degan raqam nimani anglatishi mumkin? Men sizga tushunarli qilib aytaman. Pensiya tizimida ba'zan minimal miqdor, bazaviy miqdor, qo'shimcha to'lov, indeksatsiya, har bir yil uchun hisoblanadigan ulush, kam miqdordagi farq kabi tushunchalar bo'ladi. Oddiy odam bularning farqini bilmasligi tabiiy. Agar xabarda 6000 so'm deyilgan bo'lsa, uni darrov butun pensiya 6000 so'm bo'lar ekan deb tushunmaslik kerak. Bu masalan ma'lum bir hisoblash bosqichidagi minimal oshirish, alohida toifa uchun qo'shimcha yoki noto'g'ri tarjima qilingan raqam bo'lishi mumkin. Shu sababli men har bir tomoshabinga maslahat beraman. Raqamni eshitdingizmi? Manbasini tekshiring. Pensiya jamg'armasi, rasmiy hukumat portali, normativ hujjatlar bazasi yoki mahalliy ijtimoiy himoya organlaridan tasdiq oling. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan ko'ramiz. Birinchi misol, Mahmud aka 63 yoshga kirdi. Umumiy 32 yil ish staji bor. Uning 20 yili rasmiy zavodda, 5 yili maktabda qorovul bo'lib, 7 yili esa xususiy firmada ishlagan. Zavoddagi hujjatlar arxivda bor, maktabdagi ma'lumotlar ham bor, lekin xususiy firma yopilgan. Agar o'sha 7 yil bo'yicha soliq va mehnat yozuvlari elektron bazada bo'lsa, muammo kam. Agar yo'q bo'lsa, Mahmud aka arxiv, soliq organi, sobiq ish beruvchi, bank o'tkazmalari kabi dalillarni izlashga majbur bo'ladi. Bu jarayon bir kunda bitmaydi. Shuning uchun pensiya 6 oy qolganda emas, kamida 1-2 yil oldin hujjatlarni tekshirish kerak. Ikkinchi misol. Nasiba opa 17 yoshga yaqinlashdi. U 10 yil bog'chada ishlagan, keyin 2 yil uyda bolalar tarbiyasi bilan bo'lgan, keyin kakkasi yil do'konda sotuvchi bo'lgan. Do'konda rasmiy ishlaganmi, mehnat shartnomasi bormi, ish haqi ko'rsatilganmi? Mana shu savollar hal qiluvchi. Agar sotuvchi bo'lib ishlagan davr rasmiy bo'lmasa, uning pensiya huquqi kutilgandan past chiqishi mumkin. Nasiba opa uchun eng to'g'ri yo'l hozirdanoq barcha ish joylari bo'yicha hujjatlarni yig'ish, farzandlarining tug'ilganlik guvohnomalarini tayyorlash, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tekshirish. Uchinchi misol, Jamshid 30 yoshda, dasturchi yaxshi daromad qiladi, lekin ko'p buyurtmalarni norasmiy oladi. U pensiyagacha hali uzoq deydi. Aslida islohot aynan Jamshidga ham tegishli. Chunki pensiya bir kunda paydo bo'lmaydi, u yillar davomida yig'iladi. Agar Jamshid bugundan boshlab daromadini rasmiylashtirsa, o'zini o'zi band qilsa, ya ayati o'qisa yoki qonuniy shartnomalar bilan ishlasa, kelajakda ijtimoiy himoyasi kuchliroq bo'ladi. Aks holda 60 yoshga borganda men ko'p ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. 4-misol. Xurshid aka butun umr fermer xo'jaligida ishlagan, lekin ish haqi ba'zan naqd berilgan, ba'zan mahsulot bilan hisob-kitob qilingan. Qishloq joylarda bunday holatlar ko'p uchraydi. Pensiya organi esa aniq hujjat so'raydi.
qachondan qachongacha ishlagan, qanday lavozimda, ish haqi qancha, ijtimoiy to'lov qilinganmi? Agar hujjatlar yo'q bo'lsa, guvohlarning ko'rsatmasi, arxiv ma'lumotlari, xo'jalik daftarlaridagi yozuvlar yordam berishi mumkin. Lekin bu murakkab yo'l. Shuning uchun fermer xo'jaliklarida ishlayotganlar ham o'z mehnatini rasmiylashtirishi kerak. Endi istisnolar va yashirin nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Staj bilan pensiya miqdori bir xil narsa emas. Odam 30 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin rasmiy ish haqi juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham yuqori chiqmasligi mumkin. Aksincha, kimdir kamroq yil ishlagan, lekin rasmiy daromadi yuqori bo'lgan bo'lsa, ayrim hisob-kitoblarda natija boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat necha yil ishladim deb emas, qanday ishladim, qancha rasmiy daromad ko'rsatildi deb ham o'ylash kerak. Ikkinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi har bir yozuv muhim. Sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, muhr noaniq bo'lsa, lavozim ko'rsatilmagan bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, bu savol tug'diradi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Odam o'tib yil ishlagan, lekin ishga qabul qilingan sana bor, ishdan bo'shatilgan sana yo'q. Yoki aksincha, bo'shatilgan sana bor, qabul buyrug'i yo'q. Bunday paytda pensiya tayinlovchi organ qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Demak, hujjatni oldindan tekshirtirish eng oqilona yo'l. Uchinchi nozik jihat, arxiv ma'lumotlar vaqt oladi. Ko'p odam pensiya yoshiga yetgach, hujjat topshiradi va nega hali pensiyam chiqmayapti deb asabiylashadi. Sababi bitta ma'lumotnoma boshqa viloyatdan, boshqa tumandan yoki yopilgan korxona arxividan olinishi kerak bo'ladi. Ba'zan arxiv javobi 10 kunda keladi, ba'zan bir oy, ba'zan undan ham ko'proq vaqt ketadi. Agar siz oldindan tayyorgarlik ko'rsangiz, pensiya tayinlash jarayoni ancha yengil kechadi. 4-chi nozik jihat, imtiyozli pensiya va oddiy pensiya farq qiladi. Ayrim kasblarda ishlaganlar, og'ir mehnat sharoitida bo'lganlar, zararli ishlab chiqarishda ishlaganlar, pedagoglar, tibbiyot xodimlari yoki boshqa toifalar uchun alohida shartlar bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz so'zining o'zi yetarli emas. Imtiyozli davrni tasdiqlaydigan ro'yxat, lavozim, ish sharoiti, buyruq, ish joyining tegishli tasnifi bo'lishi kerak. Men qiyin joyda ishlaganman degan gap hujjat bilan tasdiqlanmasa, hisobga olinmasligi mumkin. 5-chi nozik jihat, minimal kafolatlar ham hamma uchun bir xil ishlamasligi mumkin. Davlat ayrim toifalarga minimal darajadagi ta'minot belgilashi mumkin, lekin bu sizning barcha holatingizga avtomatik qo'llanadi degani emas. Masalan, to'liq stajga ega pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi, ijtimoiy nafaqa oluvchi yoki kam stajli fuqaro turli tartibda ko'riladi. Shu sababli qo'shnimga shuncha chiqdi, menga ham shuncha chiqish kerak degan yondashuv to'g'ri emas. Har bir ish alohida hisoblanadi. Endi amaliy maslahatlar. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, mehnat daftarchangizni toping va ko'zdan kechiring. Unda ishga kirgan va chiqqan sanalar to'liqmi? Muhrlar o'qiladimi? Korxona nomlari aniqmi? Tuzatishlar bormi? Shularni tekshiring. Agar mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, darhol sobiq ish joylari, arxivlar va tegishli organlar orqali tiklash choralarini ko'ring. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi my.gov, uz kabi elektron xizmatlar yoki pensiya jamg'armasi bilan bog'liq xizmatlar orqali siz haqingizdagi ma'lumotlar bazada qanday ko'rinayotganini bilishga harakat qiling. Agar ma'lumot chiqmasa, bu darhol yomon degani emas, lekin aniqlashtirish kerak degani. Ayniqsa 2000 yillardan keyingi rasmiy ish joylari elektron bazalarda aks etishi muhim. 3-chi qadam, ish haqi bo'yicha ma'lumotnomalarni yig'ing. Pensiya hisobida maosh tarixi muhim bo'lishi mumkin. Sobiq korxona ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyadan ma'lumot oling. Korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Ba'zan tuman arxivi, viloyat arxivi yoki korxonaning huquqiy vorisi yordam beradi. 4-chi qadam, rasmiy ishlashni talab qiling. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan mehnat shartnomasi, rasmiy maosh, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha aniqlik so'rang. Keyin ko'ramiz degan gapga ishonib yuravermang. Bugungi norasmiylik ertangi pensiyangizni kamaytirishi mumkin. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirmasa, siz nafaqat pensiya stajidan, balki mehnat ta'tili, kasallik varaqasi, kompensatsiya kabi huquqlardan ham mahrum bo'lishingiz mumkin. 5-chi qadam, agar chet elda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlaringizni saqlang. Mehnat shartnomasi, ish beruvchidan ma'lumotnoma, rasmiy to'lovlar
migratsiya hujjatlari, soliq yoki sug'urta to'lovlari bo'yicha dalillarni yig'ing. Ularni tarjima qilishni tasdiqlash yoki apostil qilish kerak bo'lishi mumkin. Buni pensiya yoshida emas, imkon borida oldindan qiling. 6-qadam. Pensiya yoshi yaqinlashganlar hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga maslahat uchun murojaat qilsin. Siz borib shunday deyishingiz mumkin. Men pensiya yoshiga yaqinlashyapman. Ish stajim va hujjatlarimni oldindan tekshirtirmoqchiman. Qaysi davrlarim bazada bor, qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha ma'lumot kerak? Bu juda to'g'ri savol. Xodimlar sizga kerakli yo'nalishni aytishi mumkin. 7-qadam. Ariza yozishda aniq yozing. Agar ma'lum bir davr stajga kiritilmayotgan bo'lsa, falon yildan falon yilgacha falon korxonada ishlagan davrimni pensiya stajiga kiritishingizni so'rayman deb yozing. Ilova sifatida mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, guvohnomalar, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni qo'shing. Har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa olib qo'ying va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki kvitansiyani saqlang. 8-qadam. Agar qaror bilan rozi bo'lmasangiz, jim qolmang. Pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, avval yozma tushuntirish so'rang. Qaysi davr hisobga olingan, qaysi davr olinmagan, qanday maosh asos qilingan, qanday formula qo'llangan, bularni bilishga haqlisiz. Keyin yuqori turuvchi organga shikoyat qilish yoki zarur bo'lsa, sud tartibida huquqingizni himoya qilish mumkin. Lekin har qanday e'tiroz hujjat va dalil bilan kuchli bo'ladi. Endi kim nima qilishi kerak? Degan savolga yana aniqroq javob beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz va yangi islohotlar bo'yicha pensiyangiz o'zgaradimi deb xavotirda bo'lsangiz, birinchi navbatda rasmiy xabarlarni kuzating. Sizga kelgan har qanday SMS, ijtimoiy tarmoqdagi audio xabar yoki tanishlardan eshitilgan gapni darrov haqiqat deb qabul qilmang. Pensiya miqdori o'zgarsa, odatda bu rasmiy qarorlar, indeksatsiya, qayta hisoblash yoki alohida ariza asosida bo'ladi. Agar siz pensiyaga hali chiqmagan bo'lsangiz, eng katta vazifangiz rasmiy staj va rasmiy daromadni shakllantirish. Bugun 25 yoshdagi odam ham pensiya haqida o'ylashi kerak. Bu qo'rqitish emas, moliyaviy madaniyat. Pensiya tizimi uzoq muddatli tizim. Bugun nima eksangiz, kelajakda shuni olasiz. Norasmiy daromad bugun qulay tuyuladi, lekin ertaga huquqiy himoya bermaydi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, to'lovlaringizni tekshiring. Ro'yxatdan o'tganingiz, faoliyat davrlaringiz, soliq to'lovlaringiz, ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar tartibli bo'lsin. Men biznes qilganman degan gap emas, davlat bazasidagi ma'lumot hal qiluvchi bo'ladi. Agar faoliyatingizda tanaffus bo'lgan bo'lsa, u ham to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Agar siz ayol bo'lsangiz va farzand parvarishi sabab ishda uzilish bo'lgan bo'lsa, o'zingizni men ishlamaganman, demak hech narsa chiqmaydi deb o'ylamang. Vaziyatingizni tekshirtiring. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, mehnat daftarchasi, ish joyidan buyruqlar, ta'til hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda to'g'ri hujjat to'plansa, huquqingiz yaxshiroq himoya qilinadi. Agar sizning ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p yosh katta insonlar elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Ariza yozishda qiynaladi. Arxivga murojaat qilishni bilmaydi. Farzand sifatida mehnat daftarchasini ko'rib bering. Hujjatlarni tartiblang, rasmiy idoraga birga boring. Ba'zan bitta unutib qo'yilgan ma'lumotnoma pensiya miqdorida sezilarli farq berishi mumkin. Xulosa qilib aytaman, pensiya islohoti oddiy raqamlar o'yini emas. Bu har bir oilaning kelajagi, keksa paytdagi daromadi va ijtimoiy himoyasi bilan bog'liq masala. Minimal pensiya 6000 so'm degan gapni eshitganingizda vahimaga tushmang. Lekin befarq ham bo'lmang. Raqamning mazmunini, kimga tegishli ekanini, rasmiy manbasini tekshiring. Eng muhimi, o'z hujjatlaringizni tartibga keltiring, rasmiy ishlang, ish stajingizni elektron va qog'oz shaklda nazorat qiling. Bugun men sizga eng asosiy narsani aytdim. Pensiyada yutqazmaslik uchun tayyorgarlikni hozirdan boshlash kerak. Agar sizda pensiya, staj, minimal to'lovlar yoki qayta hisoblash bo'yicha savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Qaysi holat sizga tegishli? Norasmiy ishlayapsizmi? Chet elda ishlagansizmi? Hujjatlaringiz yo'qolganmi? Ota-onangizning pensiyasini tekshirtirmoqchimisiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida bilgan odam yutadi.